Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Inshaalloh sizlar bilan birgalikda bugun baqlajondan juda ham mazali, tayyorlanishi ham oson bo'lgan taomlardan birini tayyorlaymiz. Bizga 3-4 ta baqlajon, 2 ta piyoz, 4 ta kartoshka, 2 ta pomidor, 1 ta bolgarskiy, ko'katlar, 3-4 tish chesnok kerak bo'ladi. Masalliqlarni oila a'zolarining soniga qarab ko'proq kamroq ishlataverasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi baqlajonni somon shaklda yirik-yirik qilib to'g'rab olamiz. Shunaqa shaklda to'g'raymiz. Mana to'g'rab oldim. Endi kartoshkani yirik-yirik qilib somon shaklda to'g'raymiz. Juda ham mazali, bir pasda tayyor bo'ladigan taomlardan biri. Mana to'g'rab oldim. Endi 2 dona piyozimizni ham parray-parray qilib ingichka qilib to'g'rab olamiz. Bolgarskimizni ham maydalab ingichka qilib somon shaklda to'g'rab olamiz. Yarimta bolgarskiy ishlatdim. Xohlagan rangdagi bolgarskini ishlatsa bo'ladi. Yoz oylari juda ham yeyishli, mazali taomlardan biri bo'ladi. Pomidorni, 2 ta pomidorimizni maydalab to'g'raymiz. Chesnokni ham maydalab to'g'rab olamiz. Ko'katlarimizni ham maydalab to'g'raymiz. Ukrop bilan ko'k piyoz ishlatdim. Xohlagan ko'katlarni ishlatsa bo'ladi. Uyda bor ko'katlarni ishlatdim. Mana masalliqlarimizni to'g'rab oldik. Endi kartoshkani, baqlajonni tuzlab olamiz. Ta'bga qarab tuz solib aralashtiramiz. Bu arada qozonga yog' qo'yib qo'yamiz, qizib turishi kerak. Baland olovda qizigan yog'imizga baqlajonlarni solib qovuramiz. Baland olovda qovurish kerak. Qizartirib qovurib olamiz. Mana baqlajonlarimiz qizarib tayyor bo'ldi. Endi buni idishimizga olib olamiz. Yog'imizni 5 minutcha qizdirib, kartoshkalarimizni ham qovuramiz. Uni ham kartoshkani ham qizartirib qovurib olamiz. Mana kartoshkalarimiz tayyor. Buni ham idishimizga olib olamiz. Idishimizga yog' solamiz. Yog'siz xohlaganlar yarim cho'mich, yog'li xohlaganlar 1 cho'mich yog' solasizlar. Piyozni solib, piyozni ham qovurish boshlaymiz. Piyozimizni juda ham ko'p qovura olmaymiz. Sal so'lib, suvlari ketsa bo'ldi. Mana piyoz tayyor. Endi bolgarskini solamiz, uni ham qovuramiz. 3-4 minutcha qovuramiz. Chesnok solamiz. Bir aralashtirib, izidan pomidor solamiz. Pomidorni suvlari chiqquncha qovuramiz. Tuz solamiz,
yarim choy qoshiq tuz soldim. Ta'bga qarab tuz solamiz. Tuzni ko'p sovormanglar, baqlajon bilan kartoshka tuzlangan. Mana suvlari chiqib tayyor bo'ldi. Endi qovurib olgan kartoshkalarimizni solamiz. Qovurilgan baqlajonni solamiz. Ko'katlarimiz sovolib, yaxshilab aralashtiramiz. Pomidorlarimiz bilan yaxshilab aralashib ketish kerak. Past olovda 5 minutga dimlab qo'yamiz. Mana taomimiz tayyor. Juda ham chiroyli, juda ham mazali taom bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Kelgusi videolarimgacha sog' omon bo'linglar. Videom yoqqan bo'lsa kanalimga obuna bo'linglar. Like bosinglar, kommentariy yozinglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar.